Ko'rinishidan butunga o'xshab turgan Sparkimiz aslida og'anagan holatda akalar. Bunga e'tibor beringlar. Bu Spark og'anagan Spark bo'ladi akalar. Yili 2019-yil 90 ming probeg masofani bosib o'tgan. Egalari murojaat qildilar. Toshkent shahardan shunaqa Sparkimiz bor dedilar. Borib ko'rib sotib oldik akalar. E'tibor beringlar, motor korobkalari but-butun, hech narsa qilmagan. Mana shu hadovoy qismidan o'tarib bo'lgan, kapot krilo fara, bamper labovoylari tomlarni ezib olgan. Bu tomonlari yaxshi. Salon holatida airbaglari otmagan. Tomonlarini ko'ringlar, zo'r minilgan ekan. Egalari shunaqa qarab minganlar, lekin tasodif tufayli shu holatga kelib qolgan. Orqa krilo, orqa eshik diskalarni ham sindirib olgan. Bu tomonlari miyachinaga chiqadi akalar. Xullas akalar, bu mashinani xuddi shu holatida sotib oldik. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olib qolamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastda telefon nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Bu mashinamizni sotib olgan narximiz har doim sizlarga qiziq bo'lgan. $3700 baraka qilganmiz akalar. Bu mashina chiqqandan keyin balki bozor puli bo'lar. Tavakkaliga olaveramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Nomerlar pastda bo'ladi akalar. Joninglar sog' bo'lsin.